Prezident aytmagunicha ayrimlar subsidiyadan ham foydalanmaydi, go'sht ham arzonlamaydi. O'zbekistonda yana o'sha eski va tanish manzara. Xalq bozor uchar qilib narx-navodan nolishni boshlagan. Mas'ullar esa muammoni ko'rmaganga olib, to prezident videoselektor yig'ilishi o'tkazmagunicha qishki uyquda yotishda davom etadi. Xo'sh, mamlakatda go'sht narxini xalqqa qulay darajada ushlab turish uchun davlat byudjetidan milliardlab mablag' va qator imtiyozlar berib qo'yilgan bir paytda hududiy rahbarlar nima bilan band? Aprel-iyun oylarida O'zbekistonda go'sht narxi 6-8% gacha sakradi, qimmatladi. Yanvar-iyun oylarida inflyatsiyani 3% dan oshirmaslik bo'yicha viloyat hokimlarining oldiga prezident tomonidan aniq vazifa qo'yilgandi. Iqtisodiy barqarorlik uchun eng muhim masala inflyatsiya, yana bir marta inflyatsiya deb bekorga aytganim yo'q. Inflyatsiya nima degani deb jaydari tilda aytaman. Kam ta'minlangan oilaga qo'shimcha soliq deyman men. Qo'chqorov, Eshmetov viloyat hokimlariga bozorda tovar va xizmatlar taklifini ko'paytirib, inflyatsiyani jilovlash bo'yicha topshiriq berganman. Viloyat hokimlari yanvar-iyunda inflyatsiyani 3% dan oshirmaslikka va'da bergan edi. Lekin Turdimovdan boshqa bironta viloyat hokimi buni uddasidan chiqmagan. Iste'mol narxlar Samarqand, Qashqadaryoda 3.6%, Xorazmda 3.5%, Farg'ona, Jizzax, Navoiyda 3.4% ga oshdi. Mana hokimlarga yozgan xatlaring. Sizlar yozishdan oldin tahlil qilsalaring bo'lmaydimi? O'rnak bo'lsalaring bo'lmaydimi viloyat hokimlar? Agar bu inflyatsiyani bunday jilovlamasak, ertaga bozor nima bo'ladi? Odamlar oyligi qayoqqa ketadi? Odamlar qachon rozi bo'ladi bizdan?